bugungi. Hop, assalomu alaykum. Bu videomizda biz Biznex dasturiga qanday qilib mahsulotlar qo'shib chiqish haqida gaplashamiz. Xo'p, mahsulotlar qo'shib chiqishimiz uchun bizga Biznex bo'limidagi Biznexning bo'limlaridan mahsulot parametrlari, kategoriyalar va mahsulotlar degan bo'limlar kerak bo'ladi. Bularni qadama-qadam qo'shib chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib mahsulotlar parametrlarini qo'shib chiqishimiz kerak. Mahsulotlar parametrlari nima? Bu mahsulotlarimizning o'lchovlari. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, o'zim oldindan qo'shdim. Dona, kilogramm, gramm, six, litr shunga o'xshagan parametrlar bo'lishi mumkin. Biz mahsulotlarimizda o'lchov birliklari bo'lishi mumkin. Keyin uni qanday qilib qo'shishni ko'ramiz. Mahsulotlarda o'lchamlarni qo'shish uchun, parametrlarni qo'shish uchun bizda o'ng taraf pastda qo'shish tugmasi bor, ustiga bosamiz va biz bu joyga mahsulotni miqdor o'lchovini kirgizishimiz kerak. Misol uchun kelinglar, kosa qo'shamiz. Ovqatlarimiz kosa miqdorida, miqdor o'lchovida, mahsulot o'lchovida beriladi. Kosa deb yozdim va u joyda qo'shish tugmasi bor. Qo'shish tugmasini bosamiz va bizda mana mahsulot parametrlariga kosa parametri qo'shildi. Keyingi qadamimizda biz kategoriya qo'shishimiz kerak. Kategoriyalar nima? Bu mahsulotimiz qaysi turga kirishi. Ovqatlar turiga kiradimi, salqin ichimliklarga kiradimi, shashliklar, pizzami, fast foodmi, shunga o'xshagan mahsulotlarimiz kategoriyalarini yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni qo'shish uchun ham xuddi shunday o'ng taraf pastda qo'shish tugmasi bor, ustiga bosamiz va bu joyga yangi kategoriyamizning nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, bu joyga ovqatlar kategoriyasini kirgizamiz. Ovqatlar deb yozdim va qo'shish tugmasini bosaman, bizga mana ovqatlar kategoriyasi ochildi. Oxirgi qadamimiz biz mahsulotlar bo'limiga o'tib mahsulot qo'shishimiz kerak bo'ladi. Oldindan men kiritib qo'ygan mahsulotlarim bor. Agar sizda oldindan mahsulot bo'ladigan bo'lsa, uni narxinimi, o'zingizda bor sanog'ini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu joydan kirasizda mahsulotlar bo'limiga o'tib ustiga bosasiz mahsulotingizni va bu joydan miqdorini o'zgartirishingiz mumkin. Sizda nechta borligi, misol uchun 100 dona bor edi, endi bizda hozir 150 ta, ya'ni 50 ta qo'shildi, 150 ta bo'ldi. Yoki narxi. Bizda hozir ko'rsataman, eski va yangi narxlari bor. Misol uchun narxi 22 ming emas, endi 25 ming so'mga aylandi va buni o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p, bularni o'zgartirganimizdan keyin pastga o'tamiz va qo'shish tugmasini bossak, bizda bu mahsulotimiz yangilanadi. Xo'p, keling, yangi mahsulotni qanday qo'shish haqida gaplashsak. Yangi mahsulot qo'shish uchun bu joyda yana xuddi shu qo'shish tugmasini bosamiz va bizda bu oyna ochiladi. Bu joyda biz mahsulotlarimizga nom berishimiz kerak, narxlarini, miqdorini va qaysi kategoriyadanligi, qanaqa o'lchov birligi ishlatilishligilarini ko'rsatib ketishimiz kerak. Bu joyda ma'lumotlarni to'ldirayotganimizda bunaqa yulduzcha bor joylarini to'ldirishga majburmiz. Bu joylarni to'ldirishimiz kerak. Yulduzcha yo'q joylari, misol uchun mahsulot rasmi va mahsulot tavsifi ixtiyoriy. Bu joyda rasm yuklasak ham bo'ladi, yuklamasak ham bo'ladi, tavsifini bersak ham bo'ladi, bermasak ham bo'ladi. Xo'p, kelinglar, osh yoki sho'rva degan yangi ovqat qo'shamiz. Sho'rva mahsulotimizning narxi, bu bizda eski narxi bor va mahsulotimizning o'zining yangi narxi bor. Bular degani bizga sho'rva necha pulga tayyor bo'ladi va biz unga sotilish narxini berishimiz kerak keyingisiga. Bu bizga foydamizni o'lchashimiz uchun kerak bo'ladi. Eski narxi sizga qanchaga tayyor bo'lishi mijozlari ko'rinmaydi. Mahsulot narxi faqatgina mahsulot narxini o'zi mijozlarga ko'rinadi. Misol uchun taxminan sho'rva 15 ming so'mga tayyor bo'ladi va biz uni 20 ming so'mdan sotamiz. Bu joyi chekda chiqadi va mijozlarga ko'rinadi. Bu joyi bizga faqatgina hisobotlarimiz uchun kerak bo'ladi. O'rtada biz bularni yozganimizdan keyin eski narxini birinchi, yangi o'zi sotilish narxini keyin yozganimizdan keyin o'rtada biz necha foiz bu mahsulotimizga ustiga pul qo'yayotganimizni ko'rsatib beradi foizda. Keyingi to'ldirishimiz kerak bo'lgan narsa miqdori. Necha dona yoki necha kosa bizda bu mahsulot bor? Misol uchun 100 dona bizda bu mahsulot bor. Keyingisi o'lchov birligini berishimiz kerak. O'lchov birligidan kosani belgilasak menimcha yaxshiroq bo'ladi, chunki sho'rva kosalab sotiladi. Xo'p, kosani belgilab qo'ydim va
eng muhim joylardan biri biz mahsulotimizni kategoriyasini belgilab qo'yishimiz kerak. Mahsulot kategoriyasi nega belgilanishi kerak? Biz kafe yoki restoranimizga oshxonaga alohida, shashlikxonamizga alohida, kassaga alohida printerlar o'rnatamiz va aynan qaysi printerdan qaysi mahsulot chiqishini aynan shu kategoriyalar belgilab beradi. Misol uchun, ovqatlar degan biz yangi kategoriya yaratgandik. Sho'rva aynan ovqatlar kategoriyasiga kiradi. Men bu joyda ovqatlar degan kategoriyani belgiladim va endi bu sho'rva faqatgina oshxonadan zakaz qilinganda sho'rva zakaz qilindi degan tek printerdan chiqadi. Shashlikxonadan yoki kassadan chiqib ketmaydi alohida bo'lib. Bunisi juda muhim joyi, belgilab qo'yishimiz majburiy ham eng muhim joyi. Keyingisi mahsulotimizga rasm berishimiz mumkin bo'ladi. Rasm berish ham juda oson. Bu tugmani ustiga bosamiz va bizga fayllarimiz ochadi. Faylimizni qayerda sho'rvaning rasmi bo'lsa, uni shunday 2 marta ustiga bosib tanlab olamiz va bizda bu joyda rasmi tanlanadi. Oxirgi qiladigan ishimiz qo'sh tugmasini bosamiz va bizda yangi mahsulotimiz tanlanadi. Qo'sh tugmasini bosdim va biz qarasak, bu joyda sho'rva mahsuloti qo'shildi, 20 ming so'm narxi bor. 100 kosa bizda borligi bu joyda ko'rinadi. Rasmi ham juda chiroyli ko'rinishda bizga ko'rindi. Xo'p, bizda hozircha shular. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat.